Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir men darslikni boshlayman. Birinchi sahif dars primer bilan tanishish. Ekran yuzidagi bu PR belgisi bo'lsa, primerniki sin belgisi. Yana buni chekish orqali biz primerni qo'zg'ata olamiz. Avval primerni qo'zg'atib olay. Mening qochilib olganim bo'lsa primer pero cc. Primer qo'zg'algandan keyingi yuz Premiere, Adobe Premiere bo'lsa film kirishtirish ishlatadigan tayyorlash, ya'ni kirishtirish detali. Men hozir bir bet qurib olay, turbat. Bu ism deganlarni qo'ymasak bo'ldi. Ism qo'ymay, o'rni fben bo'laversin. Vaqt o'lchimi nimalar shu pet bo'laversin. Odatda tanlab qo'ysak bo'ldi, Mana bu primerning bet yuzi. Primerniki yuzi. Bu material ambri, buni. Material ambri. Bu vaqt to'qi, yani xizmat rayini. Ko'rish ramkasi, unum berish ramkasi, unum kontrol qilish taxtasi, ovoz kontrol qilish taxtasi, har xil elementlarni ishlatish rayini, asli manba. Bu saat dersimiz müşahit tamam. Xayr xo'sh.